Yurtimizda tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirish, mamlakatimizning eksport salohiyatini yuksaltirish maqsadida tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun bir qancha imtiyoz va imkoniyatlar yaratildi. Ayni maqsadda Bojxona qo'mitasida tadbirkorlar bilan qo'mita raisining ochiq muloqoti tashkil etildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz O'ktam Usmonov tanishtiradi. Davlat tadbirkorlarning loyiha va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga doim tayyor. Tadbir prezidentimizning aynan shu so'zlari bilan boshlandi. Prezidentimiz tomonidan to'liq soddalaштirish, tadbirkorga barcha imkoniyatlar yaratish to'g'risida bojxona xodimlariga topshiriqlar berib borilgan. Biz qancha o'sha raqamlarni orqali tadbirkorlarga soddalashtirish tizimlarini amalga oshirdik, yo'lga qo'ydik desak bo'ladi, lekin oldimizda qiladigan juda ham ko'p. Muloqotda tadbirkorlarning bojxona va ishlab chiqarish sohasidagi mavjud muammolari hamda takliflarini o'rganib chiqib, zudlik bilan realizatsiya qilishning barcha chorasini ko'rishga asosiy e'tibor qaratildi. Shuningdek, ta'kidlandiki, so'nggi 3 yilda bojxona organlarida 26 ta yangi axborot tizimlari, 15 ta interaktiv xizmatlar, 10 ta mobil ilovalar ishlab chiqilib, bugun hayotga joriy etildi. Sohani raqamlashtirish hisobiga esa eksport hamda import deklaratsiyalarining 81-82% soddalashtirilgan tartibda, ya'ni inson omilisiz amalga oshirilmoqda. Nasimjon Komilov samarqandlik tadbirkor. U 2024-yilda respublikada sanoqli bo'lgan xususiy klinikaga asos soldi. Ayni paytda shifoxonada nafaqat mahalliy aholi, balki qo'shni mamlakat fuqarolari ham kelib o'z kasalligiga shifo topib ketmoqda. Uning ta'kidlashicha, yurtimizda bojxona tizimidagi islohotlar hamda tadbirkorlarga berilgan imtiyozlar bois tibbiy texnika va anjomlar ortiqcha bojxona to'lovlarsiz olib kelinadi. Oldinga qo'ygan maqsadlarimiz juda ko'p. Bu bojxonaga yaratilgan keldi-ketdi tizimlari yengilligi uchun tojik fuqarolari Jartepa postidan o'tib, bemalol xuddi o'zining uyidagidek qilib davosini topib, xursandchilik klinikaga yaratilgan shart-sharoitlar ko'rib juda xursand bo'lib ketyapti. Ta'kid etishim kerak, o'z o'sha doktorlarimizga vazifa qo'yildi. Mana shu O'zbekistondan chet elga borib, qanaqa shifo izlab borganlarni shu yerga olib qolib, fuqarolarimiz chet elga faqat chiptasi puliga shu yerga shifosini topib ketadi. Uchrashuvda ishtirok etayotgan boshqa tadbirkorlar fikri bilan ham tanishdik. Yaratilgan imkoniyatlarni to'g'ri foydalangan holda o'zimizning eksportimizni oshirib kelyapmiz. Mana hozirgi kunda 46 ta davlatga eksport qilamiz. O'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlaymiz va eksport qilamiz. Buni safi kengayib kelyapti. Agar bunaqa imkoniyatlar bo'lsa, xudo xolasa yaqin kelajakda 50 dan ortiq davlatga eksport yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni bu qo'shilgan qiymat. Bu bizlarga ko'proq bir imkoniyat, ko'proq bir xorijiy valyuta degani. O'z navbatida bu borada ishlab kelmoqdamiz. Tadbirkorlar uchun eng muhim bu ishonch. Chunki yillar davomida sutda kuygan qator pullar uchadigan bo'lib qolgan. Bojxona deganda o'ziga xos qo'rquvlar, bojxona deganda o'ziga xos yangi bir qanaqadir qiyin yechimlarni qidirgan. Hozir bu samimiyat, bu munosabat va tadbirkorlarga boyga brend ishonch degan mavzu kelajakda ham shu samimiy munosabatlar, samimiy muloqotlar va o'z oldiga qo'yilgan marraga xotirjam borish eng muhim. Bojxona bugun tadbirkorlarga oshing halol bo'lsa ko'chada ye degan murojaat bilan chiqqan paytda tadbirkorlar rivojlanishi kerak va mas'uliyat bilan qarzi ikki qo'ldan chiqadi, marraga qarab intilish kerak. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan uchrashuv davomida ayni kunda tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar faoliyati tahlil qilinib, Bojxona qo'mitasining turli nominatsiyalari bilan taqdirlandi. Tadbir davomida ishtirokchilar Bojxona qo'mitasida tashkil etilgan markaziy laboratoriya bilan tanishdi. Tadbirkorlar shuningdek qo'mitada joylashgan markaziy deklaratsiyalarni rasmiylashtirish jarayonlarini kuzatishdi. Qo'mita raisi tomonidan har bir tadbirkor murojaati tezkorlik bilan hal etilishi va bunda raqamli texnologiyalar xizmatidan keng foydalanayotganiga alohida urg'u berildi. O'ktam Usmonov, Timur Ibrohimov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.